Tirik kitob. Podkastimizning asosiy maqsadi insonlarning kitobni o'qishiga va uni qadrlashiga undash edi. Va biz maqsadimizga erishdik va unga shamol yarata oldik deb o'ylayman. İnsonlardan iltimos qilib so'rardimki, bu shamolni to'xtatish emas, uni kuchliroq va balandroq esishiga yordam berishlarini so'rab qolardim. Shunday ekan, insonni shaxsiyatiga emas, balki-da u jamiyatda qo'shayotgan hissasi va roliga baho berishingizni istardim. Farzandlarimizni qo'liga kitob olishiga, izohlarda yuzlab, minglab insonlar yig'lab, shu inson deya men qo'limga kitob oldim deya so'zladimi? Demak, bu inson bu hayotdagi roli va vazifasini bajardi deb o'ylayman. Xatolar hammamizda bor. Xayrilla akani ijobiy taraflariga qarashinglarni istardim. Agarda qayerdadir xatolar qilyaptimi, men ustozlardan iltimos qilib, ularni to'g'ri yo'lga solishga va to'g'rilashga undashlarini xohlardim. Albatta hayotni ijobiy va yorqin tarafida bo'lish zavqli, aksi esa azobli. Kelayotgan juma kuni matonatli ayol deb nomlangan Millat umidi podkastimizda ko'rishguncha